Mana Alloh hikmatlarini shunday nimaligini, ko'pligini haligi nimasini hisoblaganda odamlarni boshqa nimasida bir tomonlama bo'ladi o'lchov har kimga. Allohda shunday ko'p dengiz suvidek ko'p degandek haligi Alloh odamga bergan bir tomchi suv, chumchuq ichgan bir chumchuq, bir tomchi suvdagi narsa. Mana shu mana yerga bergan mana hamma narsa mana ko'p narsa bitta narsadan mana yer sharida ko'p narsalardan anglatib qo'yyapti mana. Yerda mana magnit maydoni yuqoridan tushgan bo'lsa, o'sha ikki tomondan mana minusi bu yoqqa, plyusi bu yoqqa qilib mana o'ngga chapga qilib bo'linib ketadi. Bu degani yaxshi amallarga, yaxshi amallar plyus tomonda, yomon odamlar minus tomonda, yomon amallarni ko'tariladi qayta degani shunday nimadan olingan hammasi. Fan ham buni isbotlab yotibdi mana. Magnit maydoni degani shundan iborat mana. Mana bu yerda mana Grenlandiya dushanbaga to'g'ri keladi. Mana ota beldan tushgan, nimadan tushgan shu nimalarga hisoblanadi. Mana bu ona qonidagi 3 ta bosqich mana nima tana bitish, jon kirish, nafs berish, nafs bergandan keyin yerga tushgan, nafs yegandan keyin odam otamni nafs yegandan keyin mevasini yeb yerga tushdi degandan keyin yerga tushdi. Mana yerda bitta Yevrosiyo deb shu materik ikkiga bo'lingan mana bu yerda Ural tog'idan boshlab. Mana bu o'ng tomoni nima deydi? Osiyo, yaxshi haligi Yofas o'g'li ikkinchi odam ota degan Nuh payg'ambarning katta o'g'liga berilgan, Yofasga berilgan jannatning yaxshi o'g'liga, mana dunyo o'g'liga berilgan g'arb deyiladi. Uchinchi o'g'li mana qora o'g'illarni mana ular negr qilib ishlatadi, qul qilib ishlatadigan mashlar ishlatgan mana u Yevropadagilar. Amerikaga ochilganda ham yerni boylik oltin deb ketgan mashlar bo'ladi. Oltin yerni mashlarni qul qilib olib borib mana shu yerda ham ishlatgan mana. Mana bular juda ko'p Alloh hikmatlari bor mana. Shuning uchun mana bu yerga tug'ilgandan keyin o'ladi, mana o'lik ozginagina kamaytirilgan, keyin mana qayta tirilish bo'ladi bu yerda.